Alisa, ты меня слышишь? Alisa, я говорю же тебе, она смеется. Alisa. Ты здесь? Понимаю. Хотите подробнее об этом поговорить? Alisa, моя жена kettada onasinikiga. Похоже, вы хотите что-то сказать про жену. Расскажите, что именно. Ты думаешь, вообще-то мозги есть? Она тупая, да? Нормально тупая, да? Похоже, вы сильно раздражены. Да, Может, похоже. расскажете, что произошло? Nima deydi? Garang, sen gapiryapman. Ana tupaya da? Da или нет? Mani tashlab ketdi ya. Menday odam tashlab ketdi ya. Hali qarab tursin. Hali xor bo'ladi. Menga zor bo'ladi. Meni tashlab ketdi ya. Meni tashlab ketdi. Qarab tursin. Hali ratchet qilaman. Men ham uni tashlab ketaman. Alisa, o'chir musiqangni. Onangning bunga ham ruscha gapirish kerak. Alisa, отключ, отключи музыку. Ey, o'chir yog'ini. Bo'lgani buzildi tamom. Shunda qaydan uyga boraman-da, xotinni shart olaman-da, shart olib qaytaman. Nimadir desa, borku, chakagiga tas solaman, ovoz o'chadi. Hatto bu turishda men o'lib ketaman bu yoqda. Ha, tinchlikmi? Nimaga kelding? Ketuvdilar-ku, chirillab yig'lab. Yelkami chuqur ko'rsin deb buyni, ha? Uzr dadasi. Ha endi bir kalla qo'ydik-da, shunaqa bo'lib qoldi. Ha bu kelib qopdilar-ku o'zlari, ha? O'z oyoqlari bilan. Ha endi o'zi kelar yor-yor, o'zi ketar yor-yor deganlaridek biz ham bir sinab ko'rdik-da. Bo'lmas ekan. Ha. Qayinnajonim jo'natib yubordilar. Yo'q, jo'natmadilar. Haydab yubordilar. Yana qo'shimchasiga tur yo'qol, qoringni ko'rmay deb ham aytdilar. Oh, ikkinchi marta menga xarakterini ko'rsatma uchun, deymi? Ana onangga bor xarakterini ko'rsatsa. Eplomay qolasan. Mendan qochib qoladi. Onamnikiga borsam, eringnikida xarakterini ko'rsatsan dedilar. Erimnikiga kelsam, onangnikida ko'rsatsan dedilar. Ha men nima qilay? Bitta tashatka qilib beringlar, men ham xarakterimni ko'rsatay. Xotinim keldi ya. Xotinim keldi ya. Xotinim keldi. Choyga qara.